Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana soat 5:30. Ichkari harorat 26. Akustika 26.8. Qulay 72. Soat 5:30. Mana bizni ketamiz. Templarga qo'ydik. Qilyapti, xudo xolasa. Yerdan taxminan 70 ko'tarib qo'ydik, işte o'rtasiga pastga. Ichkari holat shuni hisobiga, tashqari issiq, shu holatda ham sizlarga oxirini ko'rsataman sizlarga. Mana bitta ko'ringlar qulmaylarni. O'ta chiroyli, o'ta pishyapti. Taglarda mana yana qulmaylar bor. Shuni ham bitta ko'rsatamiz. Mana kabrillada ham mevalar quyilib kelyapti. Bugun terildi. Mana bu yerda mana ularda beauty qator bor, hozir ham pishganlari bor. Bu qator pishib, tugab, yana boshqatdan pishyapti, gulyapti. Mana kabrilla boshqatdan pishib kelyapti. Bu yerda ham gullash jarayonlari ham bor, jarayonlari ham bor. Albatta. Mana gullash jarayonlari, mana yana meva kelgan jarayonlargacha bor. Xolos, mana beauty ham mana boshqatdan yana gullab, mevaga harakat boshlab qoldi yana. Mana gullar. Bu gidroponikada yaxshi tomonga yoqqan tomoni, gidroponika pishib, yoqdan to'xtab, bag'dan yurib kelaverar ekan yaxshi tomoni. Mana bizni orqaga tomon ko'rsatayotgan mana go'falarni qo'yib bo'ldik. Mana bu yerda suv oqyapti ichlardan. Ichkarma yerdagi mana sargatda ko'p qo'yamiz, uni 20 ekan. Qo'ymagan bo'lsa mana Wise 94 20 5. Mana shunday qilib tevalarga tunagan qo'yib, qoplab bu ikki qator. Sizlarga ovoz eshitmayapti, menga ovoz eshityapti. Mana ho'l. Ho'l. Yaltirab mana ho'lligi bilinyapti. Suv. Tevadan suv oqib, hammasida kelyapti. Taxminan 6 metr uzunlikda bo'ldi. Bu yerda 30 cm qalinlikda bo'ldi bu gofralarimiz, xudo xolasa. Effektlar yaxshi bilinyapti. Xudo xolasa inshaalloh zo'r. Ichkarida o'sha qonroq turib qolsa, so'qatadi, kerak bo'lsa so'qatib qoladi, kerak bo'lsa. Mana bu yerda bu qatorimiz muradi. Muralarimiz ham boshqatdan mana gullab, yana meva jarayonlar ketyapti. Meva jarayonlar ketyapti. Xudo xolasa. Hosillar yuqori. Arala qo'yganimizdan keyingi holatimiz o'ta yaxshi bo'ldi. Aradan keyingi holatimiz ancha zo'r. Figuralar boshqachalik ko'rgan bo'lsa videoda, ko'ngil qiyshig'ida ko'plari o'zi holiga qaytib qoldi ancha. Yaxshi festivasi. Mana gullarimiz. Mana pishyapti, oralarda mana pishyapti. Xolasa zo'r. Xudo xolasa Qullarimiz, qullar xudo xolasa zo'r. Yirik
narxlar yaxshi ketyapti, narxlar ham zo'r. Qo'ta hozir o'zayib turib, vanna tugab, yana boshqatdan gullar kelyapti chekkayoda. Yo'llarimizda. Mana hozir ham shunday. Xudo xolasa kuniga terim bor, xudo xolasa har kuniga terim bor bu yerda. Inshaalloh. Ishlayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar, ishlarga omad hammalaringlar.